Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati nashr qilgan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 30-bob. 1. Shundaq qilib bu ikki partizan Qashqar chegarasiga bo'lgan charlash vazifasini oyoqlashtirdi-da, darhol kayniga burilib shimol tarafga yo'l soldi. Ular shu kuni Hilal tog'lari ichida bir kecha dam oldi va otlarini tong oshirdi. Üstü başıdaki gomendan kiyim keçigini silvetip, qaytadan partizanlıq kiyimini kiydi. Tanglan künisi dal tush mahallida Uchturpanning Aqyar bozoriga kelib tushdi. Sharqiy shimol fasli Toshqon daryosiga, g'arbiy janubiy Hilal Kaslam tog'larigacha so'ziladigan bu yurtning bugun toza qaynoq bozor kunisi edi. Irpan bilan Qutluq otlarini bir danga joylashtirib qo'yib, bazarning qoq o'rtasidagi bir kichik cho'chorxonada g'izolandi. Ondan kech kirgacha bazar aralab, xalqning kayfiyatini kuzatdi. Bugun bazar ko'chasida odam mig'mig. Yaqindala bug'doy xominini tugitib, amgak chanqurunligidan aram topgan dehqon ayollar yezalardan bazarga kelib, jup-jupi bilan oshxonalarda o'ltirishatdi yoki savdolik qilib yurishatdi. Tam va daraxt tuvlarida qettiqqa non chilab yeb, bexaraman saydab o'ltirishgan odamlar aralab Aqsudagi g'azot to'g'risida parang silishatdi. Uchturpan amballari va gomendanchi Bek Pashshab milliy malaylarmo qaqshal orqali Qashqar tarafga qochib ketganligi qal'a muljar. Tig'i ichidagi qarovulchi atrofning Aqsu sepil ichiga mo'kib olganligi hozirgi kunda Uchturpan xalqi o'ziga o'zi xo'ja ekanligi to'g'risida bemalol so'zlashatdi. Aqsuda g'azot avjiga ko'tarilgan kundan boshlab nurg'un aqyorliklar fidoyilikqa yezilib, Aqsu sepilini ilish urushiga qatnashgan edi. Ular yana oldingi safdagi partizanlarga harvalarda qo'g'in, tavus, yemak-ichmaklarni yetkazib berib turadi. Quyosh g'arbga Hilal Kaslam tog'lari dargohiga pasaygan ro'zgada Irpan bilan Qutluq Aqyorning ayni zamondagi atoqli o'limasi Abdurshid alamning huzuriga kirib duosini oldi va mungdashdi. Aqyor xonqasining orqa tarafidagi chaqqon bir kutubxonaga ikki partizan qo'shilib 5 kishi jam bo'lgan edi. Partizan qarindoshlarining didorini ko'rib, xursandligi ichiga patmay qolgan o'lima Abdurshid o'zining maqsad muddasini hech qo'rinmay bayon qildi. Sizlar dal paytida keldinglar. Bizmi bugun ya atilikcha Ko'n shahardagi qo'mondonlik shtabining rahbarlariga bir elchi avatmoqchi bo'lib turardik. O'tgan oyda bu yerga bir qism fidoyilar chiqib, tashviq varaqlarini tarqatib ketishgan edi. Men har kuni har bir namozda bo'libmi, jumada fursat topsamla munbarni qo'ldan bermay jamoatga targ'ibot yurgizib keldim. Amdiki gap sepilni ilishla qoldi. Abdurshid ondan kutubxonaning g'arbiy temidagi uyuqdan bir taxta xotan qog'ozni ilib keldi. Uningga qarindosh bilan Aqsu sepilining shaklini sizdi. Mubodo dedi u suhbatdoshlariga. Sepilning ustiga shot qo'yib chiqish unum bermaganda 4 tarafdan laxma qo'llab berib, portlatish tamoman mumkin edi-ku. Agar yana bu ishga mahir planchi talab qilinadigan bo'lsa, bizda undaqlarmi bor edi. Abdurshid mushu so'zini dalillash uchun yeniki qirqim soqol tambal bir kishini ishorat qildi. Bu kishi bardanga miltiq, shiraqliq ov miltiqi va miltiq dorisini yasay oladigan Haydar Alixon degan odam edi. Abdurshidning so'zini quvvatlagan Haydar Alixon turgun qiyofatda so'zga kirishib, sepilni nerberi qilish qo'limizdan keladi. Bu ancha mushkul ishmo emas edi, dedi. Haydar Alixon bir pas turib olgandan keyin yana ishonchli holda davomlashtirdi. Bo'miz rahmatulloh palvon 200 yil burun boshlagan ishni bizning qila olishimiz mumkin edi. Darvaqa shundoq, dedi Abdurshid ishonchli talaffuzda. Haydar Alixon degandek sepilni ilish ancha qiyin emas. Biz partizanlarimizga nusrat tilaymiz. Biroq vaqt kechikkan sari Harvada to'shqan ilish damiga tushib qilish xavfidan bak ansiravatimiz.
Yaqindan buyon Oqyor bozorida o'g'irlar chekinido degan mazmunda yozilgan ig'vo varaqlari paydo bo'lib qilyotidi. Ayrim imonsiz noahlilar fursat kutyotidi. Sizlar hozir tamoq yavolg'achlik, men qo'mondonlik shtabimizga bir parcha murojaatnoma yozib bermoqchiman. Avam xalqimizning irodasiga vakillik qildigan bu maktubimizni boshchilarga yetkazib berishinglarni umid qilamiz. Abdurshid jiddiy yozishga kirishdi. Uning murojaatnomasida tuvandagi mazmunlar yozilgan edi. Biz butun Oqyor va Uchturpan xalqi nomidan hozir Oqsuda elib berilayotgan ulug' kurashning yetakchilariga afrin o'qiymiz. Uchturpan xalqi bu muqaddas g'azotni butun vujudi bilan qo'llamoqda va sepilni qurshab jang qilayotgan partizanlarni o'z farzandi deb hisoblamoqda. Bundan 200 yillar burun Uchturpan qo'zg'olonchilaridan 10 necha ming kishi eliga surgun qilingan edi. Ularning navrlari keyin eli xalq qo'zg'olonining jangovar kuchlari bo'lib qatnashdi. Ularning avrilari bugun yana qaytib kelib, Uchturpan darvozasi oldida kurash bayrog'ini egiz ko'tarmoqda. Tarixning haqliq o'rlashtirishi bo'yicha bu qitimqi kurashga bizning farzandlarimizdan jasur va donishmand bir yigit qo'mondonlik qilmoqda. Askarchi bu yerda aytilgan donishmand bir yigit Uchturpanda tug'ilgan Abdukarim Abbosov ko'zda tutiladi. Partizanlarning yetakchilik shtabimi bir Uchturpanlikning bog' volisida kurash burchini ado qilmoqda. Eskartish. Partizanlarning qo'mondonlik shtabi yuqorida aytilgandek Ko'ni shahardagi Niyozxonning beg'ida qurilgan edi. Bu bog'ning egisi Abdukarim Abbosovning tuqqani edi. Inqilobiy varislikning mushu tarzda davom qilib kelayotganidan biz cheksiz so'yinamiz. Hamma kishining yuragi sizlarga talpinmoqda. Kurash palvonlariga ro'noq va parlaq g'alaba tilaymiz. Ikkinchi. Irfon bilan Qutlug' Ko'ni shaharga qaytib keliblar. Bu qitimqi xizmatidan bosh shtabga doklad sundi va xalqning arzu-armonlarini yetkazdi. Lekin Irfon uzun o'tmay partizanlar orasida qandaqdir bir ruhiy tushkunlik kayfiyatining va chechilang'uliq hodislarining yuz berishga boshlaganligini bayqamoqda edi. U ichini bir nima tatlayotgandek tit bo'ladi va ajab ishqo. Tungunki jushqunliqlar suslab bo'shib ketyaptimizg'o. Dushmanlar tarqatgan o'g'irlar cho'qim chekinido degan so'zning tagida biror ish bordakmi nima? deydi. Bir kuni rastida uningga partizanlarning g'arqmas bir kishisi yo'liqib qoldi. U taytanlagan holda shaharning g'arbiy tarafidagi tor ko'chaga qarab ketdi. Irfon uningdan ansirdi-da, keyindan mandi. Iliqi mas tor ko'chaga kiribla harang-sarang naqsha aytishga boshladi. Bir ozdan keyin u xandak bo'yiga o'tib janubga qayrildi. Bu chog'da xilila kech kirib qolgan edi. Mast daldanglab yurib G'iltang mahallasidagi ma'lum bir Qur'onning oldiga keldi-da, hech aymanmasdilla Qur'onning eshigini chekdi. Shu onla yugurib chiqqan yosh cho'kan kakukdek kulgan peti xuddi yiroq safardan kelgan erini qarshi olgandek Masni uyiga boshlab kirib ketdi. Irfon afsus bilan orqaga burildi. Qaytib kelib, bu sirliq tepishmoq ustida xiyol surib mang'atdi. Yotig'iga kelib yotgandan keyinmi kechicha ko'ziga uyqu kelmay ming tasda tong atqizdi. Irfon atsi sahar o'rnidan turibla partizanlarning vaqtliq jamoat xavfsizligi organiga bordi-da, mas'ul xodimga oqshom uchratgan voqeani aniq uqtirdi va ikkalan billa turib, buningdan bir necha kunlar burun yosh bir partizanni yo'ldan ozdirgan qilmishi uchun Jexida to'xtatib qo'yilgan oltin tishliq Ro'zixon Satan nomli ol qanotdan so'ra xotirasi ilindi. Bu orqali ikki nozik sirning tuguni bir yo'lila yeshildi. Irfon bu qo'rqinchli sirlarni bilgandan keyin texmu bearam bo'lishga boshladi. Uning kayfi buzilib, peshonasidan so'g'oq ter tomchilashga boshladi. Ma'lum bo'ldiki, boyqi Masning G'iltang mahallasida tepishib olgani uzun kirpik Hamraxon deb atiga chiqqan cho'kan edi. Uni shahar yigitlari Hamraxon Shanxay deb atishadigan. Uning eri Hasan Paypu Gomindangning mahir pilmutchigi bo'lib, avgustning boshlaridagi qo'rg'on so'qishda nurg'un partizanlarni qirib etgan. Keyin u milliy armiya marganlarining o'qida mingsi cho'lib o'lgan.
mushu intiqom uchun uzun kirpik Hamraxan Shanxay erining xun davosini qilib Gomindang boshliqlariga arz sungan. Qorchoq viloyat soqchi boshlig'i Wu Xiaobing eringizning xun haqqini ili o'g'irlardan olasiz. Uning apchil yo'li bor. Ham anchiza cho'ng dasmaymo ketmaydi. Faqat qara qishingiz bilan uzun kirpigingizni o'qiya qilsangizla ish bitidi. Eringizning jasadi uchun cho'qim tungligingizdan oltin qo'yildi, deb Hamraxan Shanxayga ishning ipi pamini obdan o'gatdi. Shunda qilib partizanlar sepil atrofiga kelishdan burun Hamraxan Shanxay hiliqi G'iltang mahallasiga o'rinlashtirildi. U yetarlik iqtisod bilan bo'libmi yetarlik aroq sharob bilan ta'min etildi. Hamraxan Shanxay shuningdan boshlab tirnoqqa to'xtig'idek satang salopati bilan ko'chaga chiqadigan bo'ldi. Uni ko'rib yuragi qizigan bo'z ko'zlar uning kaynidan alman-talman qarshatdi. Keyingi kunlarda u to'laroq partizanlar shtabining atrofini agib ketmaydigan bo'ldi. Mana shu chog'da iliqi mas kalvamu Hamraxan Shanxayning maftun qilg'uchi ilikiga ilinishib qolgan edi. Biz amdi g'oljiga chekinimiz. Siznimi billa mas partizan adishiga ichi qarnini to'kivatdi. Hamraxan Shanxay bu gapning sapig'iga chaplashdi-da, dil eritguchi nozli xulqining hammasini ishqa silishqa boshladi va chaqqonlik bilan bir istakonga haroq qo'yib kelib, tanglab turib, "Jinim, nadi gaplarni qilib yurdigansiz? Ko'nglimni yerim, ichimni ochiq qilib, men texislarni pat arada sepilni oladi. Shunda biz to'y qilamiz." deb bahuda yurvatman emasmi? dedi. Mas partizan oshnisi tutgan haroqni ikki qo'llab elib taqatsizlik bilan go'p qilibla ichvatdi-da, "Yuqoridan tungunla buyruq keldi. G'uljoq ketadigan bo'ldik. Sepil qolsa mayli. Siz qolmasangizlar bo'ladi-ku. Ahaha", dedi. Hamraxan Shanxay uchun mushu axborotning o'zila kifoya edi. Shunga u masga sexilik bilan quchoq ochdi va uning talabini loyiqida qandirib uzdivatdi. Tangla kuni oqshimi iliqi mas partizan dal shu mezgilda shir kayfolatda yana G'iltang mahallasiga yetib keldi. Bugun u Hamraxan Shanxayni bir yo'li ko'chirib ketmoqchi va oldin G'uljiga yo'lga silvatmoqchi edi. Biroq u hozir oshnasining ishigida cho'ng qulupni ko'rdi-da, hushini yo'qotib qo'yishga taslaq qoldi. U ishigining tuyidan neri ketmay, go'yo Hamraxan yilila paydo bo'ldigandek kutmoqda edi. Taqazzolikda minut, soatlar o'tib boradi. U G'iltang mahallasida goh o'ng'a, goh so'lga minib tit bo'ladi. Ichi pushqasiri osmonga qarab yo'ltuz sanaydi. Hamraxan kelmagandan keyin G'iltangga tiyilgan bu hamoqat tashnalikda qurib ketgan kalpukini bir tishladda, andin asta minib shu yerdagi xandak bo'yiga o'tdi. U yanala bir oldiga, bir keyniga mang'atdi. Kashki bir kimdan so'rashga petnalischu. U tar ko'chada aylanib yuratdi. "Ey yigit, kimni izlaysiz?" do'qmushdiki balxana rojikidan to'satdan anglangan bu ovoz uni hang-tang qoldirdi. U darhol rujak tomon qaradi. Ko'z oldida go'yo ming bir kecha holatlari namoyon bo'lmoqda edi. U duduqlab damonliqqa javob berolmay qoldi. Angacha rujakdan yana "Hamraxan Shanxayni?" degan savol anglandi. Balxana rojiki yiniga qatar qo'yilgan tashtak gullari orasidan chiqayotgan g'oyib va ma'nilik talaffuz, adab ardamlik bir ayolning ovozi edi. Afsus, partizan uning ruxsarini ko'rolmadi. Biroq u hozir sirni yoshirmasdan, "Ha, u nega ketgan-a?" dedi. "U sizning kallingizni oltinga tegish uchun sepil ichi ketgan. Nima? Uyingizga kirsam, kirmayli qo'ying. Hamraxan Shanxayning keyindan u dunyoga menging yoki o'z yo'lingizga." Dariza daqqida yipildi. Olam birdilla qorong'ulashgandek ko'rinadi. Masga bu dunyo harom bo'ldi. U aqli hushini yo'qotmoqda edi. 31-bob. 1. Rost degandek masni G'iltangga tiyildirib bo'lgandan keyin uzun kirpik Hamraxan Shanxay tungun yerim kechida qiyum chashqan ahad shayton degan dushman axborotchilari bilan billa sepil ichiga tikivatgan edi.
Ularning sepil ichi bilan qatnashi Xotan darvozasi Janubiy darvoza ning sharqiy tarafiga 10 necha qadam neridagi alohida ichilgan to'shik orqali bo'ladi. Bu to'shik aslida partizanlarning besimiga bardoshlik berolmagan ahvol ostida takli makonga qaytish uchun ichilgan edi. U chaqda ustunlik partizanlar tarafda edi. Armonga yetadigan darmonmu bor edi. Endi-chu ish aksicha partizanlarni chekindirish buyrug'ini dushmanlar bilib oldi-da, jiddiy quturashga boshladi. Ular hozircha qochmoq tugul, partizanlarning va ularga yordam qo'lini so'zgan odamning qinini ichishga hozirlanmoqda. Hiliqi masning G'iltan ko'chasidagi telishi yuz berish oldida turgan qonliq tragediya bilan munosabatlik cho'ng va jiddiy voqea edi. Mas oqshom ro'jakdagi gul daldisidan tanbih yeb qaytib kelgandan keyin u so'zlar uning mingsini g'idiqlab kechicha zinhor uxlayolmadi. Gahida o'rinsiz holda bu hasaddan chiqayotgan so'zmidi ya deb gumon qiladi. Keyin yana o'z gumonini inkor qiladi. Uning ismi Mardan. Bu yil 27 yoshlarda edi. U ilidagi Harambog' so'qishi, keyin Oltin qush va Qo'rg'on so'qishlarida cho'ng qahramonlik ko'rsatgan edi. Uning Oqsu so'qishidami irodasi kuchlik edi. Shunga uni partizanlar komandiri Hamisham Batur Mardan deb hurmat bilan tilga oladi. U chekinish to'g'risida mish-mish parang tarqalganda qattiq g'azablanib yuradi. Uning G'iltan ko'chasida telib tushishi ashu norozilik kayfiyati bilan aloqador bo'lsa kerak. Pitning achchiqida kiyimini o'tqa solganning misoli ana shu edi. Mardan, bugun qapoqlaring bo'lakcha o'ltirishib, ko'zlaring qizirib ketgandek ko'rinsan-ku. Nim bo'lding? Komandir bugun sahardalar Mardanni shtabga qichqirib, jiddiy bir vazifa topshirishning oldida ana shu savolni so'radi. Mardan komandirning oldida harbiy tartib bo'yicha tik turadi, lekin nimishqidir lam-jim demaydi. Ichida u agar Hamraxon Shanxaynikiga borganimni shtab sizib olgan bo'lsa, ishim chatoq deb andisha qiladi. Erpan bo'lsa o'zi bilgan bu sirni ichiga yutayotgan edi. Komandir so'zini birdilla rasmiy vazifaga yutkab buyruq berdi. Yar beshida dushmanni to'saymiz. Sen fidokorlik atirtini boshlab oyoq kirish, qora soqol otamdan tortib, oltin rum va aydurumgacha ariqni qo'g'daysan. Xo'p, yo'ldosh komandir, dedi Mardan chas berib. Ikkinchi, fidokorlarning xili bir qismi 6-yigitlar edi. Ularning qatorida Erpan, Qutluq, O'g'ilxon qatorliqlarmi bor edi. Kun tushdan qayrilgan chaqda Erpan o'zining ishini taq qilib bo'lgandan keyin hukumat Sirojidin bilan xayrlashish uchun davlat bog'idagi partizanlar doktorxonasiga keldi. Odatdagi chaqlarda doktorxona oldida odam qaynab turadi. Bugun bo'lsa faqat bir qancha ushoq bolalarla o'ynab yurishadi. Erpan doktorxonaning oldidagi palampayga chiqib atrofga nazar soldi. Quyosh g'arbda Qumeriq daryosi ichiga asta-asta cho'kib ketayotgan qip-qizil shardek ko'rinadi. Tangri tig'ining mashhur to'mir cho'qisi tarafdan urg'ub kelayotgan kuz shamili yo'l yoqsidagi daraxtlarning g'azonlarini shildiriltatdi. Alaboyun, zangar tumshuq qarilg'ashlar ko'cha bo'ylarida qandoqdir bir vahimadan cho'chigandek intayin tez uchib yurishadi. Qoral yetishmaganlikdan yog'och to'qmoq va kaltak ko'tirib chiqib fidoyilikqa yezilgan navqiron yigitlar chekinish jiddiyatligi sababidan ot izlab, ha deganda tunish bilishlarning uyiga chepishadi. Doktorxonning ichki qurasidan anglangan satar ovozi Erpanni moyil qildida u keyniga burilibla qoraga kirdi. Ashu chog'da Erpan yotgan balnisning oldidagi bir yog'och beldangda Sirojidin munajjim satar chilib o'ltirgan edi. Uning hozir chilayotgan muzika navosidan qo'yib matam purg'i aks etib turadi. Muzikaning oyoqlashishi bilan tang Erpan darhol munajjimning oldiga yugurib bordi-da, adab, ikrom va salom bilan ko'rishib so'radi. "Buva, hozir doktorxonada yordar jangchilarimizdan qancha kishi bor?" Buvayning oqargan qo'yiq qoshlari ostidagi sulg'un ko'zidan biraqla yosh to'kildi va bir oz demini elivlib javob berdi. "Faqat malla bor. Qolganlar-chi buva?"
Erpan hayron bo'lib yana so'radi. Erpanning bu savoli hozir yuz berayotgan chekinish harakatining odatdagi partizan fidoyilardan xilila maxfiy tutilayotganligidan darak beradi. O'g'lim, bu ishlarning tigi taktini menmo tushunib bo'lolmadim, dedi Sirajiddin Munajjim. Oqshom majruhlarni harvolarga o'ltirg'izib, eliga qarab ketishibdi. Bugun tushdim burun bu yerga kelsam, hamma narsa xonavayron. Aski tuski narsalar chechilib turibdi. Hamma uylarni qarashtirib chiqdim. Odam yo'q. Ko'nglimdikin desam, men sizning bilan xayrlashib olay degan niyatda taqozo bo'lib turgan edim. Rahmat bova, men xuddi o'zlaridek niyatda kelganman. Xolis niyatlarimiz tasiga kelgani uchun cheksiz xushalman. Namozdigar mezgilida ular xo'shlashdi. 32-bob. Bugun 9-oyning 26-kuni edi. Kech kirdi. Vaqt xuftandan o'tgan chog'. Yer yuzini tun partisi qoplab turadi. Qo'mondonlik shtabidan tunji qitimliq yeshil salyut tayyorlik paroli berildi. Shtabning mas'ullari va yuk taqlar bosh kirish kaptarxona yo'li orqali chekinmoqda. Sepil atrofidagi hujumchi jangchilar dushman ustiga shiddatli o'q yog'dirmoqda. Buyruqqa binoan Erpan, Qutlug', O'g'ilxon va G'appar qatorliq fidokorlar guruhi bosh kirish ustidagi istehkomga qarab atlandi. Ular jang arg'umoqlarini kirish ostidagi eshakchi Yusuf Bangazining qo'rasiga yaqin o'rmonliqqa bog'lab qo'ydi. Andin Qo'shqar Patmas qisilchig'i orqali yordamlikning ustiga chiqib, tayinlangan pozitsiyalariga joylashdi. Qutlug' bilan O'g'ilxon Qo'shqar Patmasning janubiy liniyasiga, Erpan bilan G'appar shimoliy liniyasiga yenik pulemyotlarni tikladi. Ularning har birida yana granat, qilich qatorliq zapas qurollarmi bor edi. Komandir Sopi Sabirov, komandir Skadron mardonlar ot chaptirib yurib, janubdan shimolgacha, Qarsaqal Atamdan Oltinlurumgacha fidokorlarning o'rinlashgan istehkomlarini kuzatmoqda va Sepil atrofida qoldirilgan jangchilarga buyruq bermoqda. Sepilga o'q yog'dirayotgan jangchilarning ruhi yanada ustun edi. Tinimsiz etilayotgan zambarak va miltiq o'qlari xuddi erishning yo'riq yulduzlari saqigandek osmonda bir-biriga geralishib o'tishayotganligi aniq ko'rinib turadi. Lekin partizanlar tomonidan sijil yog'dirayotgan bu o'qlarni dushman taraf hozir masmaydi. Ular buni chekinish oldida ishlatiladigan o'tkinchi chaqmoqdek bir tutak parda deb hukm qilishadi. Ular shunga Sepil ichida bo'lg'isi hujum uchun jiddiy tayyorlik kutmoqda edi. Yaloqchi Haki qatorliq dushman ofitserlari fidoyilarni qarish uchun qasam berib may ichishmoqda. Partizanlarga yordam bergan minglagan aholining qinini ichish bedeliga shuhrat o'rnini taqash uchun ko'zini qizartmoqda. Mana tun hasidan o'tdi. Sepilning xotan darvozasi yoshirin ichitildi. Haki Payjonning otliq peyi zarbidor bo'lib sirtqa chiqdi. Uning orqasidan dushmanning boshqa qismlari. Ular oldi bilan Qarsaqal Atam mazarining janubidan yo'gab ilgarilamoqda. Mardan o'rinlashtirgan fidokorlar qon kechib ilishmoqda. Dushman cheriklari yana qapsab kelmoqda. Gulbog' tarafdan chekingan partizanlar o'ttira kirishdan yordamlik ustiga chiqish bilan tang Haki Payjon cheriklariga ro'baro keldi. Yarning ustidagi oq mamuqdek tuproqning yuzi qonga bo'yaldi. Qo'mondonlik shtabi toz langirga chekingan edi. Dushman cheriklari ikki yo'l bilan bir qismi yarning usti, bir qismi kaptarxona bosh kirish orqali qo'mondonlik shtabini qisib ilgarilamoqda. Oltinlurum guristonligining janubiga o'rinlashgan fidokorlar dushmanning oldini to'sidi. Qutlug' bilan O'g'ilxon Qo'shqar Patmas tarchug'idan chiqayotgan dushmanlarga pulemyot qo'ydi. Erpan, G'appar va mardonlar yar ustidan besib kelgan dushman chiriklarini o'zlari tarafga band qilib oldi. Qonliq jang 2 soatcha davom qildi. Tong suzishga boshlagan edi. Zumratdek tiniq osmonda son-sanoqsiz yulduzlar go'yo arish sariyiga o'rnatilgan elektr lampochkalaridek pilildab yinib turadi. Oltinlurum guristonligining atrofida poyonsiz oltin tuproqliq zamin so'zilib yotadi. Tangri tig'ining sonsiz
Qarliq cho'qqilari go'yo qahramon yigitlarning oq ustixon dövlaridan hosil bo'lgan qavri beshidek namoyon bo'ladi. Fidokorlarning o'qlari azaymoqda. Jang yana qizimoqda. Ular kichik qapoqlarga to'ldirib chiqqan buloq suyini tang talishib ichishadi. Düşman askarlari o'g'oq shaklda saf tuzib ilgirlab kelmoqda. Ahvol jiddiylashdi. Mard yigitlarga sinoq maydoni qurilmoqda. Ya o'lim, ya ko'rim momenti qosh bilan kirpik oralig'idek yaqin qolgan edi. Mardan mardlik bilan düşman ustiga etilib berib, qurbon bo'lgandan keyin Qutlug', O'g'ilxon va G'apparlarmi vijdon sadolarini yangratib qonga bo'yaldi. Irfan g'uduqmasdan oxirgi minutni tanho kutmoqda. Uning baya yordonliq ustidagi o'rmonga bog'lab qo'ygan qiyir arg'imiqi chiyqirab turadi. "Ya jondan ketish kerak, ya jonondan", dedi Irfan va oyab kelayotgan ikki granatni ko'tarib, yiqillab kelgan dushman oldiga yugurdi. Yan tarafdan kelgan dushman o'qlari kelib, jasur yigitni yiqitdi. U oxirgi tiniqida "Ah, chala tekkan o'qlar", dedi-yu, sharaf bilan qurbon bo'ldi. Uning ko'krak yanchug'ida Sirajiddin munajjim yodgor qilgan Amir Xusrav Dehlavining misralari ko'ksidan sirg'ib chiqayotgan qip-qizil qon bilan chaplashib qolgan edi. Bo'stonda lola gul, qirmiza yaproq, shuncha har xil rangni nadin oldi bog'. Issiq qon purg'i keladi undan, bakmi ko'p odamni yaptu bu tuproq. Tugedi.